Eron AQSh tomonidan ehtimoliy operatsiya xavfidan kelib chiqib, uran zaxiralari saqlanadigan omborlarni mustahkamlagani xabar qilinmoqda. CNN manbalariga ko'ra, Eron yuqori darajada boyitilgan uran zaxiralarini himoya qilish uchun yer osti tunnellarining bir qismini yopgan va ayrim kirish yo'laklarini mina bilan qoplagan. Bu choralar Washington va Tehron o'rtasidagi muhokama qilinayotgan kelishuvlarga ta'sir qilishi mumkinligi aytilmoqda. Pokiston bosh vaziri Shahboz Sharif yakuniy va kelishilgan tinchlik bitimi matni bo'yicha kelishuvga erishildi. Pokiston hozirda keyingi qadamlarni aniqlashtirish uchun har ikki tomon bilan yaqinroq, dedi bosh vazir. Trump Tehron aktivlarini muzlatishdan chiqarishga rozi bo'lgan, biroq hozircha buni ommaviy ravishda aytishga qo'rqmoqda. Eron ommaviy axborot vositalari Islom Respublikasi oliy rahbarining maslahatchisi general Mohsin Rizoiyning ta'kidlashicha, AQSh Tehron bilan kelishuv doirasida Eronning 24 milliard dollarlik aktivlarini muzlatishdan chiqarishga rozi bo'lgan. Uning so'zlariga ko'ra, Trump muzlatilgan Eron mablag'larining bir qismini ozod qilishni ma'qullagan, biroq hali bu haqida ommaviy ravishda bayonot berishga tayyor emas. Trumpning Eronni bombardimon qilish rejasi nega bekor bo'lgani aytildi. Politico nashrining yozishicha, Donald Trump Eronni nishonga olish haqida bayonot berganidan so'ng Fors ko'rfazi va Janubiy Osiyo davlatlari rahbarlari unga shoshilinch murojaat qilgan. Ular prezidentni harbiy amaliyotdan voz kechishga chaqirib, Tehron bilan kelishuv yaqinligini bildirgan va bu omil Trumpning qaroriga ta'sir qilgan. Biroq Eron ayrim masalalarda murosaga ko'nmagani sababli hozircha faqat Hormuz bo'g'ozini ochish va blokadani bekor qilish bo'yicha vaqtinchalik kelishuv muhokama qilinmoqda. Eron tashqi ishlar vaziri Abbos Aroqchi AQSh va Eron o'rtasidagi kelishuv raqamli tarzda va masofadan imzolanib, so'ngra e'lon qilinadi. Birlashgan Arab Amirliklari Eron uchun muzlatilgan milliardlab dollarlik mablag'larni blokdan chiqarishni rejalashtirmoqda. Kamida 10 milliard dollarlik mablag' yechib berilishi kutilmoqda. Shundan 3 milliard dollari allaqachon o'tkazilgani aytilmoqda. Xabarlarga ko'ra, Benyamin Netanyahu Hormuz bo'g'ozida hodisa keltirib, Eron va AQSh o'rtasidagi tinchlik bitimini buzishni rejalashtirgan. Isroil o'zining Livan, Suriya va G'azodagi xavfsiz zonalardan chiqmaydi, dedi bugun Isroil mudofaa vaziri Katz. Eron dengiz floti admirali Habibulloh Sayyoriy: agar siz haqiqatdan ham Eron flotini o'zingiz da'vo qilganingizdek yo'q qilgan bo'lsangiz, jur'at etsangiz yaqinlashing, deya bayonot berdi Eron dengiz floti admirali. Eron AQSh bilan urushda g'alaba qozondi. Eron tashqi ishlar vazirligi. Eron tashqi ishlar vazirining asosiy bayonotlari. Muvaqqat kelishuv doirasida barcha jabhalarda, jumladan Livanda ham urush tugaganligi e'lon qilindi. AQSh endi Eronning ichki ishlariga aralashmaydi va Hormuz bo'g'ozini to'sishni to'xtatadi. Yadro masalalari keyingi bosqichda muhokama qilinadi. Hormuz bo'g'ozini nazorat qilish urushdan oldingi holatga qaytmaydi. Muzlatilgan Eronning barcha mablag'lari blokdan chiqariladi, deyiladi Eron tashqi ishlar vazirligi bayonotida. AQSh Ukrainaga Rossiya 14-iyungacha bo'lgan muddat ichida Oreshnik raketasidan foydalanib zarba berishi mumkinligi haqida ma'lumot yetkazgan. RBK Ukraina